Короче, taksopark ochdim, boyib ketaman degan fikrlar. Menimcha kim taksopark ochgan bo'lsa o'tadi. Xudoga shukr, ming qatla shukr, yomon emas. Alhamdulillah ishlab turibmiz, lekin endi kartani bu tomonni ko'rsataman-da. Mana. Mana bu bizani park, ha? Mana qarang. Mana shuncha odamni qarzi bor. Shuncha odam, mana shuncha odam qarz. Buni общий hisoblasa, где-то bir 100 mingdan ziyod, balkim 150 mingdan ziyod, hali hisob kitob ko'rmadim. 150 mingdan ziyod qarzga kirib ketgan parkimiz. Ko'p kuryerlar, shopirlar, voditellar o'ylaydiki, agar Yandex qanaqadir bir sabab bilan shtraf qilsa, ular o'ylaydi, nafik to'lamayman, boshqa parkka o'tib ketaman yoki umuman ishlamayman deb ketadi. Iltimos, shopirlar, kuryerlar insof o'zlaringga bersin, meni so'kmanglar, lekin buni sizlarni shotlaringdan minus qiladi-ku, u pulni o'zi bizani hisob raqamni yechib olgan bo'ladi. Shuning uchun agar taksoparkdan telefon qilsa, qarzlang bo'lsa, to'lab qo'yinglar. Qarz qabrgacha degan gap bor. Biz ham shu bir 2 so'm 3 so'm orttiramiz deb ishlayapmiz. Bizga ham oson emas. Odamlar kechqurun soat 1 da ham, 2 da ham, 3, 4 larda ham kechqurun telefon qiladi bizga. Unaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi deb. Qo'ldan kelgancha ishimiz shu deb bizlar ham javob beramiz. Iltimos, kim Yandex taksida yoki Yandex dostavkada ishlaydigan bo'lsa, o'sha qarzga sal e'tibor qilinglar. Qarishga olib ketmanglar.